Mana azlar tushib keldik. Registonga qarab yo'l olib kirib kelyapmiz. Avtobuslarda mana shuncha odamlar hamma mana bemalol yo'l olyapti. Xudo yetqazsa, endi konsertlarimizni chiroyli o'tkazib olamiz umid bilan. Viloyatlar, tumanlar aro Samarqandda mana shunday chiroyli Registonda konsert beriladi. Mana shu konsertga qarab yo'l olyapmiz. Hammaga omad tilayman. Omonlik, sog'lik. Mana avtobus ikkirasidan tushib oldik. Qarang, chiroyli manzaralar ichidamiz. Mana bu da doirachilarimiz rahbar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zo'r, yaxshi. Ko'tarib qo'yinglar. Registondamiz. Qo'l ko'tarib qo'yinglar, yigitlar bittagina. Qo'l ko'tarib qo'yinglar. Mana bizning yigitlarimiz mana. Bular hamma mana shu yerda. Qarang. Hamma tumanlar o'zgacha kiyinishlar bilan, o'zgacha liboslar bilan ana bu yerda o'tirishdilar, dam olishib. Ertalab soat 8:30. Ana hamma o'z ishlarini davom ettirib, qo'llab qo'llam mana shu Samarqandda konsertlar qo'yib beramiz, niyat qilib kelib o'tiribmiz. Mana endi boshlanadi. Hammaga omad, sog'lik, omonlik tilayman. Mana chiroyli qizlarimiz, bir-biridan go'zallar.